Assalomu alaykum parrandash qibozlari. Bugun xudo xolasa 4 xil yoki 5 xil partiya chiqaramiz. Qarang, tovuqlarda ham xuddi qo'ylardek partiya bo'lib ketdi. Xo'sh. Brahma tovuqlarimiz, xo'p, zotni tushunadigan odamlar uchun bu. Xo'rozimiz ham bor. Katta yirik xo'roz, Brahma xo'roz. Xo'rozimiz lekin bitta ko'zi shishib qolgan, sirazi aybini ham aytib ketay mana. Ko'zi shishib qolgan, shamollagandan ko'zi shishgan. Hop. Davolayman, bemalol o'zim davolab olaman degan odamlar bo'lsa, bemalol sotiladi, bo'lmasa o'zimizga qovuradi. Bu majburiy emas sotish. O'sha Brahma tovuqlarimizdan 6 dona bor. Qoralaridan 4 ta, 2 ta hop, tilla rangligidan bor. Bitta xo'rozimiz hop, opshi 6 ta makon bitta xo'roz bo'lyapti. 7 talasini 250 ming so'mdan bir joyga oladiganlarga beraveramiz do'stlar. Undan tashqari 2 ta lomin sindimiz ham bor. Hammasi tuxumda, lekin birdan aytib ketay shuni. 6 ta Brahma tovuqlarimiz ham tuxumda, 2 ta lomin sindimiz ham tuxumda. Tuxumda lomin sindi ikkalasini 25 ming so'mdan beraveramiz. 25 mingdan lomin sindilar tuxumda turibdi hammasi. Hop, Brahmalar ham tuxumda. Bugün kunduz kuni 4 ta olgandik. Xo'sh, mana yana bitta. Shu bilan 5 ta bo'ldi. Xo'p, do'stlar, dalchi ko'rsatib o'taman. Xo'p, do'stlar, bular 4,5 oylik Andijon qora jo'jalar. Mana. Hali tovuqlarimiz ichida ham yurganda, o'sha pashti tovuqdek bo'lib qolgan hammasi. Xo'sh, bularning narxlarini 95 ming so'mdan qilib beramiz do'stlar. 95 ming so'm. Hammasini bitta joyga olaman degan odamga, xo'p, 100 tadan sal o'tishi mumkin, atrofida bor. Xo'p, 90 ming so'mdan akanchatilni qilib beramiz. Bitta joyga optim oladiganlarga, 10 ta, 5 ta bitta olaman deganlarga hammasiga 95 ming so'mdan do'stlar. Endi keyingi partiyalar ko'rsataman. Xo'p, do'stlar, 10 xo'sh, bunimiz 11 kunlik bo'ldi. 11 kunligi narxlar Andijon qora jo'jalar 11 kunligi 500 dona bor. Optim bitta joyga o'zi hozir narxi 12.500 so'mdan, bitta joyga oladigan odam bo'lsa 500 tani. Xo'p, 12.000 so'mdan beraveramiz. Undan tashqari o'rdaklarimiz bor. Ichida turgan seriyalari hammasi favorit o'rdaklar. Seri favorit deydi buni. Bu Germaniyaning o'rdakchalari, ichida turganlari, hammasi emas, lekin ichida oddiy o'rdaklari ham bor. Xohlagan odamga terib beramiz. Narxi bir xil. Favoritda ham, oddiy o'rdakda ham narxi bir xil. Bular ham xuddi shunday 11 kunlik 12.500 so'mdan do'stlar. Bu yoqdagi sal o'sha 4,5 oyligimizda kichkina bo'lib qolgan variantlari bor. Bu yoqda kichkina bo'lib qolgan bitta cho'loq, misol, mana shunaqalarni hammasini 50 ming so'mdan beraveramiz do'stlar. Xo'p, dalchi. Kattaga olmoqchi bo'lganlarga kattaga yasab qo'yganmiz. Xo'p, sharoitlari bor mana. Suv idishi, dona idishini qo'yib beramiz mana bu yoqda. Xo'p, bu yoqda patnesi bo'ladi axlatini olish uchun. Xo'p, bu yoqda ham dona idishi bor. 2 qavatlik, ikkalasida ham suv idish, dona idish bo'ladi. Bitta svetini qo'yib beramiz. Hop. Bu kishini 1 million so'm qilib beramiz. 2 qavatlik. Metrini aytib o'taman, 1.20 ga 60 eni. Balandligi ham 1.20 bo'lish kerak. Xo'p, do'stlar, endi eng qiziq bomba joyi, ham arzon, ham qulay. Kim qancha xohlasa yetadi xudo xolasa. 2,5 mingta Andijon qora jo'jalarimiz ertaga 3 kunlik bo'ladi. Vaksinalarni hammasini video olaman degan odamga video qilib tashlab beramiz. Chislolari bilan bitta vaksinasi bilan 3 kunligi 8 ming so'mdan chiqadi do'stlar. Kimga qancha kerak bo'lsa bemalol kelishlari mumkin. Manzilimizni eslatib o'taman, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanmiz. 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Dastavkalar отдельно pullik bo'ladi.
hamma tovuq, xo'rozlarimiz hammasi kuniga 500 so'mdan qo'shiladi do'stlar. Kimga qanaqa variant kerak bo'lsa, bemalol qilib ko'ringlar. Hammaga yetadi, xudo xolasa. Chiroyli qilib beramiz. Bizdan so'raganlar ko'p 1 kunligidan, 10 kunligidan, kattalaridan tug'adigan tovuqlar so'raydigan odamlar bor edi. Hammasiga qaysidandir ozroq, qaysidandir ko'proq qilib chiqarib berishga harakat qildik. Bugungi qo'yadigan videomiz mana shu do'stlar. Xo'sh, yana eslatib o'tadigan narsam, aytib o'tdim menimcha, kuniga 500 so'mdan ustiga qo'shilib ketaveradi do'stlar. Bu yoqda ham bor, bu yoqda ham bor. Mana. Hammasi sog'lom jo'jalar. Hammasi Andijon qora jo'jalar do'stlar. Xo'p, xo'roz makon deganlarga, xo'roz makoni ajratilmagan bo'ladi do'stlar. Hammasi aralash. Ichida baribir 30-40% xo'roz makon xo'roz chiqadi. Makon ham shu 60% chiqadi. Baribir makon ko'proq chiqadi bularga. Xo'rozlarga nisbatan. 60-70% makon, 30-40% xo'roz chiqadi baribir do'stlar. Sizlarga 20% ajratib qo'yganmiz, 4 taga bitta deyish kerak yo'q. Kattalari bo'lsa, 4,5 oyliklarni haqiqatan 4 taga bitta xo'roz qilib beramiz. Ular ajralgan, xo'roz makiyani aniq bo'lgan, 1 oydan keyin tuxumga kiradiganlari. O'shaning uchun unga garantiya berib, bemalol ajratib bera olamiz. Hammaga rahmat. Like, podpiskani bosib qo'yinglar do'stlar. Pastdagi nomerlarga aloqa qilib WhatsApp, Telegram, imo hammasi bor. Chetda yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz uchun ham dastavkalarni chiroyli qilib uyigacha yetkazib beramiz. Dastavkalar albatta qo'shimcha pullik bo'ladi. Sog' bo'linglar.